Hammaga assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Xo'sh, bugungi videoda sizlar bilan o'sha penalti va free kick challenge'ning 3-qismini olamiz. Ya'ni bugun Virgil van Dijkga qarshi Muhammad, ya'ni Erling Haaland. Virgil van Dijk. Qani bo'lmasam ketdik. Har doimgidek penalti 5 kelishi va free kick bitta gol urgan. Qani bo'lmasam boshladik. Xo'sh, bu yerdan Virgil van Dijkga beramiz. Virgil van Dijk boshlayib beradi va Ronald. Kanalga obuna bo'lamiz. Yaxshi olishsin. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. O'yinga bilishimiz kerak. 2-0 Virgil van Dijk. Haaland. Virgil van Dijk 2-0. Van Dijk prime. Listenan prime. Hop 3-0. Van Dijk 4-0 qildim. 4-0. 5-0 gitsa lekin bilmadim. Yaxshi. 4-1. Comeback bo'lishi mumkin. 5-1. Oxirgisini tepib qo'ysin. 5-2 o'yin tugadi. Mana do'stlar, ko'rdingiz, o'yin tezda tugadi. Virgil van Dijk ajoyib tarzda gollar urib ketdi. Bu videomiz ham albatta qisqa bo'lsa kerak. Xo'sh, endi shtrafnoyga o'tamiz. Qaramayapsan, ketdik. Erling Haaland boshlab beradi. Erling Haaland. Bunaqa udarlar har doim ham bo'lavermaydi do'stlar. Van Dijk. Yaxshi. Haaland. Qisalik kiradimi? Yaxshi. Van Dijk. Yaxshiman menimcha. Erling Haaland. Van Dijk ura olmasa o'yin tugadi. Videomiz juda ham tez tugadi menimcha bugungi videomiz. Endi hamma ishonch Haaland, Van Dijkda. Van Dijk! Comeback Van Dijk. Ko'rdingiz do'stlar, Haaland gol urdi, orqasidan Van Dijk ham gol urib ketdi. Endi davom etamiz. Van Dijk comeback qilmoqchi shekilli. Haaland. Arudik. To'g'ri, video menimcha 2-3 minutlik bo'ladi deb o'ylagandim. Endi cho'zilsa kerak, chunki Van Dijk gol urib ketdi orqasidan. Van Dijk. Ajoyib bo'ladi. Erling Haaland Mojit uradi. Yo'q. Van Dijk comeback qilishga harakat qilyapti bola. Erling Haaland. Ajoyib save. Alisson. Virgil van Dijk. Yana gol uradim. Van Dijk. Erling Haaland. Kanalga obuna bo'lamiz. Van Dijk. Van Dijk. Erling Haaland. Golmi? Ozgina do'stlar, ozgina. Endi Van Dijk. Ursangchi Van Dijk. Yo'q. Erling Haaland. Menimcha xato. Haalandga tegizdi. Xo'sh, Van Dijk. Menimcha uradi. Yo'q. Haaland. To'g'ri, endi gol bo'lmayapti umuman. Bo'lmayapti. Van Dijkga ajoyib joy desam bo'ladi, qisalik suqsam bo'ladi bu yerdan. Blizning albatta. Van Dijk. Rafa. Endi Haalandga ajoyib vaziyat.
bilmadim. Bunaqa vaziyat har doim bo'lmaydi do'stlar. Holland. Van Dijk. Ursa bo'ladi do'stlar. Va yo'q. Nimaga do'stlar? Videomiz cho'ziladi shekilli bu. Holland. Virgil van Dijk. Ursa bo'ladi. Bo'lmayapti-da. Bunda ham ajoyib vaziyatlardan biri. Bo'lmayapti. Van Dijk balkim urar. Au! Holland. Ya, menimcha gol emas. Aha. Van Dijk. Erling Haaland. Haaland. Crossbar Haaland. Van Dijk mana uradi. Ishonyapmizmi? Va Alisson Prime do'stlar. O'tib Salahga yana. Yaxshi. Alisson Prime ekan. Van Dijk yutdi deb o'ylagandim. Holland. Ya bu Alissonga gol urmaydi do'stlar. Van Dijk. Gol Van Dijk, ajoyib gol. Endi Erling Haaland urmasa o'yin tugadi. Comeback ustida comeback yana. Erling Haaland. Do'stlar, ko'rdingiz. Oxirida Erling Haaland urushiga ozgina qolgan. Xush ko'rdingiz, birinchi o'yinda penaltida biz shans imkonsiz Van Dijk 5-2 ga yuz ketdi. Ikkinchisi esa Erling Haaland gol urganda orqasidan Van Dijk ham urib ketdi. Yana keyin o'tib Van Dijk gol urdi va Erling Haaland crossbar qo'yladi va o'yinimiz tugadi. Ikkita challenge ham Van Dijk yutdi. Keyingi videoyni Antonio Rudiger bilan bo'ladi. Sizlar bilan DLC Community. Xayr.